Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarga milliarder bo'lishini yana davom ettirish sabablarini sirini aytaman. Xullas, to'g'risini aytadigan bo'lsak, dehqonchilik qilganmiz. Mana bu esa qovunlarimiz. Hop, aeroport degan qovun. Mana ko'ringlar. Hop, buni soya qilib saqlab qo'yishimiz sababi o'sha bilan kelguncha aynib qolmash kerak, quyoshdan ehtiyot qilish kerak. Keyin har doim uzilgani ertalab uzilish kerak qoidasi yoki kechki payt soat asrdan keyin. Hop, yana bitta sir aytaman sizlarga. Uncha sizlarga o'rgatmaydi bu narsani. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Hop. Hozir biz uchun kerak bo'ladi. Qovun paykali bor, demak, pichoq kerak. Pichoq mana bor. Mana o'zimiz pichoq mana hop turib vali ushlab oladi. Keyin qovun kerak bo'ladi. Bozor ham tortmaydi. Men tamomiydi. Menda chirin qovun bor. Mana aeroport degan qovunimiz kamida 6 kilo keladi. Toza pishgan bo'lishi kerak. Yollagan bo'lsa, buni olib turib, kesib turib, urug'ini ajratib qo'yishimiz kerak. Nima qildi desa, chunki urug'chilik bo'yicha juda ham katta ilmiy ishlar qilingan bo'lsa ham, baribir biz chetdan urug' olyapmiz. Buni biz universitetda o'tganimizda o'sha urug'ga qaram bo'lib qolish ehtimoli degan narsa bo'ladi. Bitta professor domlamiz aytgan, o'sha narsa bo'ldi. Ya'ni tarvuzlar, qovunlar urug'ini biz chetdan olishni boshladik. Gibrid urug'larni olamiz, bir yil ekamiz, keyin yili o'sha urug'lar o'sha aytgan hosilni bermaydi va yana biz o'sha Gollandiya, Turkiya, Amerika o'zimiz ham shu soha bilan shug'ullanamiz, lekin o'sha to'g'risini aytish kerak, bu narsani o'zimizda mahalliy qovunlar juda ham navi ham, sifati ham juda ham zo'r. Shuni oddiygina misol tariqasida sizlarga o'rgataman. Olib qo'yib, yuvib tarab qo'ysak, o'sha an'ana davom etadi. Ya'ni o'zimizning urug'chiliklar rivojlanadi, urug'larimiz bo'ladi. Hop, bir paytlar buni 25 yil oldin 90-yillar ham 25 yildan uzun bo'lgan. Amakim rahmali qovun ekkan, tarvuz ekkan, mashinaqa tarvuzlar, o'sha narsalar yo'q hozir. 3 tadan soladi. Hozir biz olyapmiz gibrid o'sha qovunlar, tarvuzlarni olyapmiz. Hop. Xullas bittadan soladi. Bu ham juda injiq, havo tanlaydi, iqlim tanlaydi, suvga, keyin ta'mi, turi ko'rishi zo'r bo'lgani bilan, lekin baribir o'zimiz mahalliy qovunlarga yetishmaydi. Endi mana uni sizlarga ko'rsataman. Hop, qo'rqadiganlar ko'zini yumib tursin. 18+ videomiz deymi? Pichoqni olib turib, hop. Toza yer bo'lishi kerak. Toza yer bor hamma joyda mana. Hop, ko'rsatamiz mana. Oddiy kessak ham bo'laveradi. Mana. Etikimga e'tibor bermaysizlar, qimmat etik, auksionda yutib olganman. Dubayga borganimda mana. Mana qaranglar, mana qaranglar, mana va bu tomoni mana chirik bo'lgani bilan buni molga bersa bo'ladi, lekin mana uni o'zimiz iste'mol qilsak bo'ladi. Endi iste'mol qilib to'yib ketgan bo'lsak, buni chiroyli qilib turib qovun qoqib qilsa bo'ladi. Bizga kerakli narsasi mana urug'i. To'liq yetilgan, pishgan urug'ini olib turib taqirchamizga sekin solib qo'yamiz. Mana. Hop, 1 kilo urug' o'rtacha 400 ming, 500 mingdan bo'lyapti. Ko'pchilik urug'chilar adashtiradigan narsa bu turadi. Buni ham ko'rsataman, xohlasanglar qovun qoqilish. Bitta narsa urug'ni aralashtirib qo'yadi. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsalar, ataylab ajratib qo'ydik. Faqat shu aeroport qovunlarimiz. Yana bitta narsa, hop. Adashtirmash kerak. Haligi ko'k qovun bilan keyin anaqa bilan qo'shib qo'yadi. Mana ko'rsatinglar. Pichoq bilan sekin ajratib olamiz. O'zi pishgan qovun sababi o'zi toza ajrab chiqadi. Bunday qilinadi. Bunday qilinadi. Bu ish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Hop. Haligi bir ikkita negativlar yozish mumkin. Sen kecha Instagramga qo'ysam, sen ishingni qilgan, aktyorlikka biz aralashmayapmiz. Men dehqonchilik qilayotganimda 94-yil biz sholi ekib, hop 6 tonna hosil olganimizda o'sha menga negativ yozgan bola qaydadir yurgandi. Xullas shunaqa gaplar. Yaxshi kayfiyatda va deydi Instagramda kuzatishda davom etinglar, YouTube'ga videolar qo'yishni boshlayman mana. Endi mana qovunimiz vashti chiroyli bo'ldi. Buni men sizlarga hozir arablar qanday qovun yeyishini ko'rsataman. Bunday qiladi qovunlar. Ta'mi bo'yicha nima uchun shirinligini men yana bir marta aytib o'taman.
Bizni qovunlarimiz Yevropa qovunlaridan sifati bilan navi bir xil bo'lsa ham biz qovunlar quyoshli kun bizda juda ham ko'p. Quyoshda glyukoza bor. Glyukozaning hisobiga juda ham nima deydi, minerallarga boy, shirin, ta'mli qovun bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat. Men buni bismillahirrohmanirrohim deb yeb. Mana shu turishimda hozir quvvatim oshib ketdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Hammaga yaxshi kayfiyat. Zo'r oldi. Necha minut gapirdim?